Assalomu alaykum aqlli kirasi obunachilar. Mana bugun biz to'yimiz tugadi. Xudo xolasa rosa chiroyli bo'ldi. Anvarjon bag'rina bordilar. Do'stimiz, xudo xolasa qo'shiqlarni qo'yib boramiz. Yo'qsa like, podpiska, komment yozib qo'yaverasizlar. To'y haqida taassurotlaringiz. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Xudo xolasa bugungi tadbirimiz, bugungi to'yimiz juda ham go'zal o'tdi. Sababi aql dekoratsiya biz bilan birgalikda hamkorlikda ishladi. To'y marosimlaringiz bo'lsa, qishida, yozida haligi muz sovqatib qizil to'y bo'ladimi, bo'lmaydimi, sovuq bo'lyapti-ku deganligi ham juda ham chiroyli qilib to'yxonani qishlog'ingizga olib kelib o'rnatib berishar ekan. Mana ko'rib turibsiz. Juda ham zo'r holatda. Hammaga tavsiya qilamiz. Aql dekoratsiya haqiqiy nomer 1 ekan. Xudo xolasa birgalikda ishlaymiz aka. Omadingiz bersin. Doim birgalikda. Xo'p. Xalq xizmatini qilib, xalq uyida to'y bo'laversin, birga xizmat qilib. Samimiyatsizda sovuq o'tmadi. Salomat bo'ling, mazza mashalloh, mazza qilib to'y o'tkazdik. Xudo xolasa kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, hozir mana shu videodagidan aylab atrofini chiroylab syomka qilib qo'yib berishadi. Juda ham zo'r holatda mazza qilib issiqda to'ylaringizni o'tkazishingiz mumkin. Ta'minotimiz skvazno bo'lmadi, shamol bo'lmadi, qishki sahna. Alloh tashqarisiz. Charchamang, sog' bo'ling. Sizlar charchamani, lekin nomer 1 ekan haqiqiy. Omadinglar bo'lsin. Sog' bo'ling aka. Xo'p, rahmat.